Men emchagini ko'rsat degan endi zaybal qilding gapirding deydi. Emchak ko'rgani kiravdimmi? Emchak bu yerda bo'lmaydi, bu yerda xotinlarning g'ibati bo'ladi. Pashol naqo'y bilay. Onangni emganingda o'shanda emchak ko'rgansan, bo'ldi, yetadi senga. Endi bu narsa qilib o'g'lim deputat, o'g'lim unaqa deb onang uylantirib qo'ysa, o'shanda endi emchak ko'rasan. Xudo berib qolsa unda ham birorta julli-mulli emchakda. Ungacha ko'rmaysan, всё. 5ga 1da uraver parnoga tomosha qilib. Opasi bevaman deydi, singlisi opammi eri bor deydi. Aldashadi, opasini eri yo'q. Bitta bolani ilashtirib olgan. Eri yo'q, eridan qochib ketgan opasi. Eridan qochib ketgan, eridan qochib ketmagan, eri quvib haydagan. Yosh bola bilan o'ynayotganini bilib qolib, quvib haydab borgan. Hozir bitta yosh bola bilan yuradi. Aytdi-ku, kelin aytib berdi-yu, kamerani opasiga qo'yishgan, menga emas deb. Kelin aytib berdi-yu, opasiga qo'ygan kamerani, menga emas. Opasi kelinni ham hayotini buzmagan, bu yoqqa olib kelmagan o'ynashini deb kamera qo'ygan dedi. Gulixonga salom deng, rosa sevdim shu qizni. Beg'ubor bolachaga o'xshaydi deydi, siz aytyapti. Rahmat. Lilni gapiring deydi, Lilni gapirmayman. Munisipaga aytishdi-ku, Lildan pul bergan menga $10,000. Lilni gapirmayman. Dugonam yomon. Meni gapirmasin deb uylanib ham qo'yib tashaveradi. Bir-biriga mosakan. Siz mazhab qilib yashin ularga faqat hayfga. Erim pochkasini bir sotibdi, bir yil oldin. Nima qilay? U payt tanishmasdik. Jasmin qarang. Ikkinchisini sotib sizga mashina olib bersin, asali. Ikkinchisini sotib. Ayol kishini sevish kerak, mashina olib berish kerak. Mashina olib bersin ikkinchisini sotib. Nilufar zo'rda. Nilufar, voy hozir men sizlarga ko'rsataman. Hozir men bu qiz meni kuydirib o'ldirdi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Nilufar! Naqa keling. Voy o'ldirdi bu qiz meni kuydirib kul qildi bu qiz meni. Kuydirib oxiri kul qiladi. Sochini aptini ko'rsanglar qo'rqib ketasizlar. Почти $500 ga sochini bo'yatib ketdi. Bu sochning ahvolini ko'ringlar. Ko'rsataylik endi bu urotствоni. Sochni svetini urotство Nilufar qari kampirlar bunaqa svet qiladi. $500 ga shuni qildirib ketdi. Menga aytmasdan ertalab qochib ketib, borib yozdirib, pul tashab bering deydi. Xuddi menga pul berib qo'ygandek. Janotim siz bor, men bor. Buni qaranglar svetda. Ko'rsating. Javtar yo'tur. Qaranglar kampirlarni sveti. Shunga $500 berib, svetga uzoqroq turing. Bu uzoqroq. Tepasidan orqasini qilinganda. Buni qaranglar, cho'zi svet, cho'zi ужас. Bundan ochiq svet ko'rsatim, bundan ochiq svet yonib bitta soching dedi. Mana uchun qarang. Mana qarang. Mana qarang. O'zim sochim. Ужас, essiz. $500. Men o'zim bo'yab berardim, desam yo'q deydi-da. Opa siz bu yo'lga kal bo'lib qolaysiz. Nimaga kal bo'lasiz?